Sizdan kichik iltimos. Maqsadimiz sizga eng amaliy ko'nikmalarni yetkazish. Agar bu video sizga hech bo'lmasa 1% yordam bergan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu siz uchun tekin, biz uchun esa juda ham katta motivatsiya. Assalomu alaykum hammaga. Finikonni navbatdagi podkastiga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Behruzbek aka Botirov. U kishi bir necha yil oldin Amerikaning top biznes maktablaridan biri University of Southern California Marshall School of Businessda o'zlarining MBA darajalarini olib, hozirgi vaqtda Shveysariyaning eng boy banklaridan biri UBSda, Amerikadagi filiallaridan birida associate direktor lavozimida ishlab kelyaptilar. Assalomu alaykum, podkastimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Alpamishbek. Taklifingiz uchun katta rahmat. Siz ham kelganingiz uchun katta rahmat. Sizni yaxshi tanimaydigan kuzatuvchilarimiz uchun yoki birinchi marta ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz uchun o'zingizni sal tanishtira olasizmi? Mani ismim Behruzbek Botirov. Buxorodanman. Buxoroda tug'ilib o'sganman. Buxoroda maktabni bitirgandan keyin Toshkentga ko'chib o'tib, Westminster universitetida bakalavrni bitirdim. Undan keyin ozgina international trade, xalqaro savdo sohasida ozgina ishlab, keyin Xitoyda magistraturaga ketdim. Xitoyda magistratura qilib kelgandan keyin davlat sohasida ishladim va davlat sohasida ishlagandan keyin Amerikada MBA'ni o'qishga qaror qildim. MBA'ni o'qigandan keyin hozirgi kunda Amerikada Shveysariya bankida ishlab kelmoqdaman. Katta rahmat. Bo'lmasam, agar boshidan boshlaydigan bo'lsak, siz Toshkentda o'qish tugatgandan keyin shu international trade sohasida ishladim dedingiz. O'sha ishingiz qanday kechib o'tgan? Ish topishingiz o'zi, u ishda nimalar o'rgangansiz? Qancha vaqt ishlagansiz? Ish topish O'zbekistonda unchalik qiyin emas edi, lekin o'sha paytlar, hozirgi kunda qanday bo'lyapti bilmayman-u. Lekin Westminsterni o'qiganda men finance and economics o'qigandim. Lekin o'zi interesim meni ko'proq entrepreneurship, ya'ni biznesda va o'sha paytda programmirovaniyada edi, lekin programmirovaniyga topshirmaganman, economics with finance ga topshirganman. Aslida eng birinchi ishim meni programmist bo'lgan. Programmist bo'lib 2 yil ishlagandim. O'qishda o'qigan paytlarim Savdo sanoat palatasida. O'sha payt biza O'zbekistonda hali platejniy sistemalar yo'q edi, mobile payment sistemlar hali Click masalan chiqmagandi. O'sha payt biza mobile payment sistemini ishlab chiqqandik. SMS to'lov degan. Hozirgi kunda uni nomi UPay menimcha. Endi bu davlat tomonidan investitsiya qilingan proyekt edi, o'sha uchun unaqa kommersializatsiya bo'lib ketmadi va mashhur bo'lib ketmadi. Click kelgandan keyin mashhur bo'lib ketdi. Lekin o'qishni bitirgandan keyin o'sha xalqaro trade'ga ketganimni sababi o'qish davomida finansga, trade'ga interesim rosa oshib bordi. Keyin uni qanaqadir O'zbekistonda turadigan bo'lsangiz, finans va biznesni kattaroq hajmdagi intersectioni xalqaro savdoda kelib chiqadi. O'sha paytlar hali yangi qanaqadir tema edi, chunki oldingi administratsiyani davrida, ya'ni Karimovning davrida O'zbekistonda tashqi valyuta liberal qilinmagan edi. То есть dollarga access yo'q edi. O'sha uchun men uchun ham bu juda interesniy situatsiya edi. Nimaga valyutniy rынок именно mana shunaqa? Restricted valyuta, savdo qilish qiyin yoki hamma ham chet eldan narsa olib kelib yoki sota olmaydi. O'sha sababdan tashqi savdoni sal o'rganish uchun xalqaro savdo kompaniyasiga ishga kirgandim. U universitet davringizda bo'lganmi yoki universitet tugatganingizdan keyin topgan ishingiz bo'lganmi? Universitetni bitirganimdan keyin. Universitetni bitirganimdan keyin 1 yilcha ishladim. Ko'pincha odamlar agar MBA qilmoqchi bo'lsa, odatda o'sha xalqaro kompaniyalarga ishga kirib, keyin birdaniga MBA qilishga ketishadi. Lekin siz Xitoyda magistratura qilibsiz. Shu narsa qiziq bo'ldi menga. Nima uchun aynan shu Xitoyda magistratura qilishni tanlagansiz? Qanaqadir bir nima bo'lganmi? MBA qilish o'zi aslida boshidan xayolda bor edi. O'sha Westminsterni o'qigan paytlarimiz, endi o'sha paytlar
yangi boshlangan birinchi bitta ikkita bolalar ketgan edi. O'sha paytda interes juda baland edi. Lekin men bu tashqi savdoga ketganimdan keyin interesim sal o'zgarishni boshladi. Bir yil ishlagandan keyin, u kompaniyadan ketgandan keyin o'zim endi sheriklar bilan tashqi savdoni boshlagandik. O'zbekistonga xomashyo, oziq-ovqat mahsulotlari, stроительный rynokka xomashyo olib kirishni boshlagandik. O'sha payt asosiy rynok Xitoy bo'lgani uchun Xitoy bo'yicha bilimim juda ko'payib boraverdi. Xitoyga interesim biroz oshib boraverdi. O'sha paytda 1-2 marta borib kelganimdan keyin Xitoy juda o'zimizday, O'zbekistonday, o'sha paytdagi O'zbekistonday deb o'ylardim-da Xitoyni. Keyin borib kelgandan keyin rosa rivojlanganini ko'rgandan keyin borib o'sha yerda o'qib, parallelni biznesni men Xitoydan turib, sheriklarim O'zbekistondan turib rivojlantirishga qaror qilgandik. Shu sababdan Xitoyga magistratura qilgani ketgandim. O'sha borishingizni katta sabablardan biri bu birinchi navbatda shu biznes bo'lganda, to'g'rimi? O'sha yerda turib, upravlение osonroq bo'lgani uchun o'sha yerda turib sistemani o'rganib. Asosiy sababi O'zbekistonga keladigan xomashyoning asosiy qismi Xitoydan yoki South East Asia, Xitoyning atrofidagi davlatlardan, Vyetnam, Indoneziyadan bo'lishi mumkin. O'sha sababdan O'zbekistonga olib kirgan, endi biza konsentratsiya qilgan rynok specialized chemicals-da. Masalan, constructionda yoki qurilishda ishlatiladigan ximikatlar va yana bir ikkita oziq-ovqat mahsulotlari edi. U ishlab chiqaruvchilarni borib topish kerak edi. Xitoyning ichida zavodlarga borib, kачествосini ko'rib, ko'p vaqtimni shunga ham sarflardim. Factory'dagi zavodlarga borib, o'rganib chiqib, supplierlarni topib va u yerdan mahsulotlarni O'zbekistonga uzatish. Tushundim. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, siz o'qishni tugatgandan keyin birdan kelib davlat ishiga, ya'ni vazirlikka ishga kirgansiz. U shift qanaqa bo'lgan? U qanday siz qaror qilgansiz? Bo'ldi, men shu biznes qildim, endi qanday davlat ishi bo'lib qolgan birdan? Juda, endi men Xitoydan qaytib kelganimda juda interesniy situatsiya bo'lgan. Endi hech kim predvident qilmagan. Endi Covid bo'lib qolgandi. O'sha aynan Covid paytida keldim O'zbekistonga. Covid boshlanganda bizani biznes faoliyatimiz juda sekinlashishni boshladi, susayishni boshladi. Какой-то stepeni o'tirib qolishni boshladi. O'sha momentda decision qilish kerak edi. Qaysi qismlar biza juda tez expand qilib oldik birdan, u yerda har xil tochkalar ochib, lekin Covid bo'lgandan keyin birdan savdolar tushib qolgandan keyin o'sha minusga kirib boshlagandan keyin yopish kerak edi. O'sha payt decision qilib o'tirayotgan paytimda, meni keyingi etapni, hayotni chizish maqsadida, keyin juda qiyinchiliklar ham ko'p bo'lardi xususiy sektorda. Taklif kelgan menga. O'qishga ketishimdan oldin vazirlikka, Moliya vazirligiga ishga kirish uchun rezyume tashlaganman. O'sha rezyumem qandaydir qilib, o'sha paytda menga telefon qilishgan. O'sha Covid paytida intervyuga chaqirishgan. Innovatsiya vazirligi edi. O'sha payt yangi ochilgan. Juda interesniy vazirlik edi. Nomi bilan ham juda interesniy, qiladigan faoliyati, binosi ham juda chiroyli edi. Endi birinchi intervyuga borgandan keyin menga atmosfera yoquvdi. U yerda ishlaydigan odamlar, umuman ular qilayotgan ishlar, ishni o'zi qiziq bo'lgani uchun parallelni try qilib ko'rmoqchi edim-da. Shu bilan davlat sektoriga o'tib ketdim, chunki Covid bo'lib biznes sektorida, xususiy sektorida ishlar susayishni boshladi. Mana siz bir necha yil davomida u ishga kirishingizdan oldin baribir o'zingiz biznes qilib, endi o'zingiz nima deydi, plan tuzib, o'zingiz hamma narsani kontrol qilib yurgansiz. Davlat ishiga kirganingizda baribir o'zingizda qanaqadir boshliq sistema bo'ladi. O'sha sistemaga kirishib olish qiyin bo'lganmi siz uchun? Yaxshi savol, lekin men xuddi mana shunaqa siz aytganday deb o'ylardim. Lekin o'sha bizning vazirlikda sistema unaqa emas edi. Masalan, top to down rosa bilinmasdi-da, unaqa pressure yo'q edi. Bizada ko'proq endi bizning направленияmiz, bizning ishimiz yangi bo'lgani uchun bizada independence ko'proq edi.
independent decision making ko'proq edi. Biza ham juda motivated edik, chunki bizani ishimiz measurable edi. Bizani ishimiz endi bani Adelimni ishi O'zbekistonni xalqaro reytinglarga kiritish va o'rnini baland qilish edi. Qanaqadir measurable outcome. Siz agar ishlamasangiz endi ko'tariladi agar masalan qaysidir faktorlar bilan u daniylarni yig'ib olsa, lekin siz o'shanga yo'l ochib berishingiz kerakda har xil tashkilotlarga shtabolar kelib surveylar o'tkazsin, daniylarni olsin, ularni qanaqadir po'shriyat qilish kerak, чтобы O'zbekiston qo'shilsin o'sha xalqaro reytinglarga. Endi o'sha paytlar keyin qanaqadir motivatsiya ham bor edi. Endi yangiliklarda ham masalan reytinglar chiqsa chiqardi o'sha paytlar. O'zbekiston nechinchi o'ringa ko'tarildi, qaysi reytingda nechinchi o'ringa ko'tarildi. O'shani ko'rgandan keyin ham motivatsiya bor edi bizada. O'sha uchun bizada pressure yo'q edi, asosan self motivated edik ko'proq biz. U xalqaro reyting deganingizda bu tipa Human Development Indexga o'xshagan reytinglarni aytyapsizmi? O'shanga o'xshash? Da, juda ko'p. Masalan, aytaylik, finance sektorida ham agar xalqaro masalan moliya tashkilotlar O'zbekistonga investitsiya qilmoqchi bo'lsa yoki xo'p aytaylik oddiy biznes O'zbekistonga investitsiya qilmoqchi bo'lsa, ular birinchi internetdan ko'rib qaraydi, qanaqa davlat, umuman sharoit qandayligini qayerdan bilsa bo'ladi. Masalan, davlat o'zicha nimalardir yangiliklarda yozishi mumkin. Aytaylik, mana bu narsani rivojlantirdik, zo'r bo'ldi bizada, mana bu sharoitlar zo'r, agar chet eldan biznes kelsa himoyalanadi yoki xususiy mulki tegilmaydi. Lekin buni doказательствоsi qayerda bo'ladi? Reputable international indekslarda, xalqaro. Masalan, aytaylik, Jahon moliya tashkilotiga borish mumkin, World Labour Organization'da bor, aytaylik, har xil masalan universitetlar o'tkazadi, universitetlarni masalan o'zini reytinglari bor, biznesga taalluqli, innovatsiyaga taalluqli, moliyaga taalluqli har xil. Tushunarli, katta rahmat. U o'sha organizatsiyada shu indekslar bilan ishlaganingiz uchun sizga statistik ma'lumotlarni yig'ishga ko'p duch kelganmisiz? Qanaqa o'zi ish qilgansiz u vazirlikda? Nimadan iborat bo'lgan ishingiz? Shunga yaqinroq, lekin endi hamma indekslarni metodologiyasi har xil. Birinchi navbatda o'sha agar O'zbekiston o'sha indeksga kirmagan bo'lsa, uni metodologiyasini o'rganib chiqish, u masalan har bitta indeksni qaysidir indikatorlari bo'lishi mumkin, indikatorlarning ichida variablelar bo'lishi mumkin. Har bitta indikator qaysidir modellar orqali wichislat qilinishi mumkin yoki indekslar bo'lishi mumkin, qualitative, quantitative. Endi quantitative bo'ladigan bo'lsa, ular ma'lumot yig'ish kerak o'sha davlat haqida, lekin bu yerda savol tug'iladi, agar davlatni o'zi ma'lumot beradigan bo'lsa, masalan bizada ishsizlik darajasi masalan shunchaga pasaydi deb masalan Mehnat vazirligi ma'lumot bersa, unga ishonsa bo'ladimi yo'qmi? Xalqaro tashkilot ishonadimi yo'qmi? Ishonmasligi mumkin-da, to'g'rimi? O'sha siz bera oladigan ma'lumotlar bor, ularni o'zi kelib tadqiqot o'tkazib, siz bilmaysiz uni qachon tadqiqot o'tkazadi, qanday o'tkazadi yoki bizneslarning orasida o'tkazishi mumkin, xususiy sektorda o'sha biznesmenlarni qanday masalan biznes qilish qanchalik osonlashdi. Doing business degan indikator bor, juda yaqin ko'rib boriladi biznesmenlar tomonidan. O'shanda masalan ular davlatdan olmaydi informatsiyani. Xususiy sektordan oladi. Siz prosta vazifangiz u yerda bunaqa vaqtlarda o'sha indikatorni tashkil qilgan organizatsiyalarni O'zbekistonda tadqiqot o'tkazishga taklif qilish. Ularga sharoit yaratib berishda, to'g'rimi? Sharoit yaratib berish. Shunaqa ish qilish uchun, u nima deydi, o'sha ishingizda mana davlat ishida ishlagansiz, qanaqa bir skilllarni yoki bir mindsetni olgansiz o'sha ishingizdan, что sizga keyinchalik mana hozirgi ishingizda ham даже yordam beradi. Shunaqa narsa bormi? Biror xil o'sha yerda o'rgangan narsalaringiz? Birinchi navbatda menimcha being motivated and being proactive sizga zadacha berilishini kutmasligingiz kerakda, siz zadacha o'zingiz topib olishingiz kerak har doim. Mana shu asosiy kачество har bir ishxonada, har qanday employer sizni tsenit qiladi. Siz masalan sizga ish berilishini kutib turib, uni keyin masalan
70% yoki 80% bajarib berganingizdan ko'ra, siz o'sha ishni o'zingiz topib, 50% bajarib berganingiz ko'proq tsenitsa qiladi. То есть being proactive. O'sha keyin proseslarni avtomatizatsiya qilish menimcha eng appreciated skillda ko'p hollarda. O'sha masalan O'zbekistonda ham davlat tashkilotida ishlaganda ba'zi juda ham manual proseslar bor edi. To'g'ridan to'g'riga ishga taalluqli bo'lmagan. Siz o'shani avtomatizatsiya qila bera olsangiz, o'sha avtomatizatsiya qilib berish skillni rivojlantirsangiz agar, o'sha ham juda foyda beradi. Masalan, Amerikadagi ishlaydigan ishingizda ham. Katta rahmat, tushundim. Bo'lmasam, aslida MBA nima uchun olganingiz va MBA'da o'zi nima uchun imенно 2 yil yoki 3 yil ishlab MBA'ga topshirishga qaror qilganingiz haqida bilsam bo'ladimi? Chunki odatda 4 yil, 3,5 yil talab qilinadi. Shu nima uchun siz birdaniga topshirgansiz? O'zi ishga kirgan vaqtingiz, davlat ishga kirgan vaqtingiz o'sha bo'lganmi? In the back of your mind. O'sha MBA qilish kerak. Back of my mind bo'lgan. Endi agar ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, o'sha undergrad o'qib yurgan paytlarimiz o'rtoqlarimiz bilan Amerikadagi qaysi ishlar yaxshi oylik oladi deb qarardik-da internetda. Ichida hammasida MBA eng baland kelib chiqardi. O'shandan keyin MBA nima ekan deb izuchat qilardik-da. Endi o'shandan kelib chiqqan, bir ikkita bolalar ham MBA olganlari bor edi o'sha paytlar. Keyin endi o'rtoqlari bor edi, ular bilan gaplashib, o'shandan motivatsiya olganmiz. O'sha payt tayyorlanishni boshlaganmiz. Lekin keyin hayot boshqa yo'nalishga ketgandan keyin sal u plan qolib ketgan. Lekin 2016-yilda o'qishni bitirgan bo'lsam, 2021-yilda MBA ga kirdim. 4 yil oralig'ida vaqt bo'ldi. Qaysidir ma'noda experience olishga juda yaxshi opportunity bo'ldi menga. Xususiy sektorda ham, davlat sektorida ham, leadership rollarda ham o'zim bir nimani yaratib, o'sha bir nimani yana buzishga ham uspet qilganim uchun yaxshi experience bo'ldi. Buni theoretically podkreplят qilishga ham MBA katta yo'l beradi. Keyin biznes qilganda qiyinchiliklar juda ko'p bo'lgandi. O'sha qiyinchiliklarni yechishda menda experience ham yetmagan, teoriya ham yetmagan. Mentorship ham bo'lmagan. O'qishni MBA'ni o'qigandan keyin mana shu yetmagan narsalar ancha joyiga kelib tushdi. Qaysidir ma'noda. Bilim yetarlicha o'sha bilmagan narsalaringizni bilib oldingiz, to'g'rimi? Endi masalan ochsangiz biznes, o'sha boshqacharoq yo'l tutasiz. O'sha bilimlar bilan. Decision making o'sha sal o'zgarib boradi. Endi radikalni o'zgargan atak MBA o'qigandan keyin. O'zi MBA ga qanaqa universitetlarga topshirgansiz? Qanday yonlashgansiz? Timeline qanaqa bo'lgan? MBA ga topshirishni Xitoydan O'zbekistonga qaytganimdan endi sekin prosesni boshlaganman, lekin adushi 100% topshirishga boshlaganim 1 yil oldindan bo'lgan. To есть 20-yil, 21-yil o'qishni boshlagan bo'lsam, 20-yildan topshirishni boshlaganman. Endi topshirgan universitetlarim hozir konkretni esimda yo'q-u. Boya qarab o'tirdim qaysilarga topshirganimni. Lekin endi kirganlarim asosiysi George Washington University edi, UNC edi, UCLA ga topshiruvdim, USC ga topshiruvdim. U yerda asosiy top 30 dan yuqoriga edi-da maqsad. Kamida top 30 bo'lish kerak edi siz uchun, to'g'rimi? Maqsad shunday edi-da. Yaxshiroq ishga kirish uchun o'sha tipa target school bo'ladi va o'sha target schoollarni o'zingiz ishlamoqchi bo'lgan kompaniyani target schoollariga qaragansiz-da, to'g'rimi? Endi ideal case scenario shunday bo'lish kerak. Siz o'zi niyatingiz qanaqa bo'lgan MBA dan oldin? Masalan, consulting ishlamoqchi bo'lganmisiz yo investment banking, entrepreneurship, qaysi biri bo'lgan? Ikkita sohada interesim bor edi. Bittasi supply chain. Supply chain endi o'zim непосредственно international trade da involved bo'lganim uchun. Ikkinchisi VC edi.
Насколько бы это не звучало смешно в данный момент. Endi endi o'sha uchun ham West Coastga направлять qilganman-da nimani. Kaliforniyada. Da. И tanlov endi Babsonga ham kirganman-da aytganda. Babson endi u rosa nima biznesga entrepreneurshipda Babson ham scholarship bergan-u, lekin в любом случае ikkita nimani birdan urish uchun o'sha USC'ni tanlaganman, West Coastga ketaman deb, Kaliforniyaga. Keyin ikkinchidan scholarship ham yaxshiroq bo'lgani uchun o'sha. O'zi mana davlat ishida ishlagan odam MBA olishi unchalik ham tipa popular thing emas, big four emas, big three consulting emas. Siz davlat ishidan o'tyapsiz. O'sha uchun non-traditional applicant deydi, adashmasam. Siz o'shanda o'zingizda qanday leadership skilllaringizni qanday ko'rsatib bera olgansiz? Masalan, xalqaro kompaniya bo'lsa, ularda определенный bir nima bo'ladi-da, stupenka bo'ladi. O'sha bo'yicha chiqsangiz analyst yoki manager bo'lsangiz ko'rinadi. Siz davlat yana yangi organizatsiya ochilganda deyapsiz. Qanday qilib ko'rsatib bera olgansiz o'sha universitetlarga o'zingizda qilgan ishlaringiz nima achievement? Juda yaxshi savol. Na samom деле davlat ishidan bu yerda endi kelishdan oldin ham, даже o'sha paytda informatsiyam kam bo'lganligidan ham davlat ishi bilan xususiy sektor yoki universitetlar o'sha ikkita sektorni juda ham qattiq bir-biridan ajratishini unchalik tushunmaganman, na samom деле, lekin menda yaxshi rol o'ynagani bu Innovatsiya vazirligi O'zbekistonda yangi bo'lgani uchun и meni qilayotgan ishim в какой-то степени непосредственно regulatory nature'dan emasligi. Endi meni qilgan ishim measurable bo'lgani. O'zbekistonda qilgan ishim measurable и uni masalan men o'zim aytgan gap bilan emas-u, aytaylik, men o'sha xalqaro tashkilotlarda O'zbekistonni o'rni mana shu periodda ishlagan bo'lsam, men shu narsalarga ответственный bo'lgan bo'lsam, measurable o'sgan. То есть siz o'qishga topshirganda o'sha measurable outcome qilib quantify qilib bera olgansiz-da. Da. Ko'rsatib bera olishingiz kerak-da. Bu universitetga scholarship oldim deb aytyapsiz. Qancha scholarship bergan protsentda u? Chunki juda qimmat bo'ladi, adashmasam, yiliga 70 mingmi? Endi общий 100 ming beruvdi. O'zingiz qancha to'lashingizga to'g'ri kelgan? O'zim kichkina rasxodlar bilan juda ko'p ketganman. Insurance olgan, yana bir ikkita qanaqadir fee'lar olgan-u, qo'shimcha yana где-то menimcha 50 ming atrof ketgan bo'lsa kerak. Tuition o'ziga. Siz bo'lmasam loan olib ketganmisiz yoki o'zingizda savings, o'sha ishlagan pullaringiz bo'lganmi? Yo'q, O'zbekistonda o'sha ishlab ketgan pulimdan to'laganman. Endi O'zbekistonda el-yurt fondi o'sha paytlar Umiddan o'zgarganda, yangi ochilganda, el-yurtga ham topshirgandim. El-yurtni ham olgandim, lekin el-yurtda qaytib kelib 3 yil ishlab berish requirement bo'lgani uchun o'sha uchun o'zim to'lashga qaror qildim. Siz o'sha MBA qilish planingizda bo'lgani uchun baribir ham ishlagan vaqtingiz pul tejab borgansiz, qanaqadir yig'ib borgansiz MBA uchun alohida. Qanday bo'lgan? Chunki O'zbekistonda baribir $50,000 anchagina pul, juda ko'p odam birdaniga masalan $50,000 chiqarib o'qishga to'la olmaydi-da. Qanaqadir plansiz? Endi ota-onam yordam berishgan. Keyin O'zbekistonda o'sha biznes qilgan vaqtimizda expand qilgandan keyin vaqtida yopib olib, endi hamma o'zini sherini olib chiqib ketgandi-da. O'shandan saving qilinganini bu yerga investitsiya qilgandik. Zo'r. Rahmat. MBA vaqtida mana o'zi universitetga borganingizdan keyin sizda qanaqadir shokka tushirgan narsalar bo'lganmi? Amerikada mana aytyapsiz-ku, yangi bilimlar o'rgandim. Qanaqa bo'lgan sistema, o'qish sistemasi o'zi? Qanday o'qitilgan? O'qish sistema juda ham boshqacha edi. Endi O'zbekistonda Westminsterda o'qigandan keyin Westminster qanaqadir boshqacha ko'rinardi. Litseyda Buxoroda o'qib kelgandan keyin o'sha sistemasi
qanaqadir siz yozib bergan kursavoylarni ham qanaqadir sistemaga qo'yib tekshiradi. Endi o'sha Turnitin plagiarism xuddi juda advancedga o'xshardi-da. Endi Xitoyga borgandan keyin undan ham sal advancedroq ko'rinardi. Lekin Amerikaga kelgandan keyin umuman boshqacha. Endi tем более MBA o'qishi juda ham intensiv, bilasiz. Har bitta darsning o'z ichida juda katta qismdagi ma'lumot sizga beriladi. U ma'lumotni siz o'zingiz borib o'rganishga ham majbur bo'lib qolasiz. U yerda keyin o'qituvchilar, professorlar malakasi juda baland bo'lgani uchun studentlarni juda ham qiziqtira oladi. Masalan, men umrimda qiziqmagan temalarga MBAda har bitta darsiga borib qiziqganman. U yerda masalan qiziqmaydigan darsingiz yo'q. Har bitta darsni qoldirmaslikka harakat qilasiz, lekin parallelni siz yana internship topishingiz kerak, yana ish topishingiz kerak, yana klublarga qatnashishingiz kerak, yana leadership rollar qilishingiz kerak universitetda. Uspet qilish qiyin, juda shat'iy vaqtning ichida juda ko'p narsani qilish kerak, lekin juda ham interesniy. O'sha MBA davrida teoretik bilimdan tashqari bo'lmasam yana qanaqa bir o'zingizga skill paydo qilgansiz deb o'ylaysiz? Menimcha networking skilli. Endi Amerikaga kelishdan oldin networking juda fancy word qilib aytiladi hozir, lekin O'zbekiston tanish bilish deylardimi? Masalan, qanchalik ko'p tanish bilishingiz shuncha karyerniy lestnitsada ko'tarilib boraverasiz. Endi ko'pchilik masalan buni O'zbekiston tanish bilishchilik deganda negativ yo'nalishda ishlatishi mumkin, lekin bu yerda universitetda kelgan kuningizdan networkingni po'shriyat qiladi. Masalan, borib kofe chat qilasiz, har bitta iloji boricha har kuni o'zingizga sel qo'yasiz. Masalan, 10 ta bola bilan tanishishim kerak yoki 5 ta bitirib ketgan bilan gaplashishim kerak. Mana shu skillni rivojlantirib boraverganingizcha sizni opportunitylaringiz ochib boraveradi. Xuddi masalan, xuddi o'sha sizni tanish bilishingiz xayriyada bo'lganday. U internship topishim kerak bo'lgan borganimdan deyapsiz. Internship topish o'zi qanday ketgan sizda? Chunki ko'rdim, siz adashmasam boshqacharoq rolda internship qilgansiz-ku, keyin full time ishingiz boshqacharoq bo'lganda. O'sha haqida aytib bera olasizmi kamroq? Boyaga aytganingizga bu ozgina related, chunki meni internship rolim supply chain consultingda bo'lgan. Kichkina butik consulting firma. Meni international trade'da bo'lganim bunga yordam bergandi. Topishni o'zi именно o'sha payt Amerikada interest rate'larini tushirib tashlagani uchun ko'p kompaniyalar expand qilgan payti bo'lgandi-da. Hammani дополнительный produktlar boom payti hamma masalan qarz olish arzon bo'lganiga kompaniyalar qarzni ko'p olib operationni kengaytirgan paytida относительно ish topish hozirgiga nisbatan oson bo'lgan, lekin hozir hamma aytadi masalan ko'pchilikda meni yilim qiyin edi, undan keyingi yil yana qiyinlashib boryapti-da hozir. Bizada endi men internship qilgan paytim bizadan oldingi yildan sal qiyinroq edi-da. Biz o'ylardik, mana o'tgan yilgilarga oson bo'lganda bizga qiyin bo'ldi. Bundan keyingi yil yana qiyinlashib ketdi. Har yili o'zi nimagadir endi Amerikadagi iqtisodiy fond sal boshqacha 2-3 yil oldinga qaraganda deyishyapti. Men Amerikada emasman, bilmayman-ku. Lekin aytishlari bo'yicha shu MBAda Redditda ham o'qib boraman, ish topish qiyinlashib boryapti deyishyapti yildan yilga. Shu narsaga qanchalik qo'shilasiz? To'g'ri, birinchi sababi ko'p kompaniyalar endi bu yerda hozir ba'zi kompaniyalar expansion bo'lib ketyapti. U sohalarda masalan tech industryda yoki AI sohasida ishlar ko'p. Lekin boshqa sohalarda masalan finans sohasidagi endi o'shanga related ishlar ko'p, lekin относительно qisqarib boryapti. Ko'p kompaniyalar operatsiyasini qisqartiryapti. Birinchi sababi qarz olish qimmatlashgani uchun, ikkinchi sababi avtomatizatsiya sekin-sekin bo'layotgani uchun qisqaryapti. Endi shu sababli ishlar kamaygan, har bitta ishga competition juda baland bo'lgan. Masalan, qanchalik ishni soni kamaygan sari, masalan, rynokka yangi
ishchilar yetishib keladi va ular bundan oldingi ishlab o'tirganlar, ishdan chiqib ketganlar bilan compete qilish kerak bo'lib qoladida. То есть Ha, multiplying effect bo'lib ketadida. ha. Agar kelajakda yana qarz olish arzonlashib, yana boom ketsa, yana osonlashadi-da, значит, to'g'rimi? Bu Albatta. logikaga. Da. Albatta. Endi Yaxshi bo'ladi shunaqa. pul bepul bo'lsa, endi hamma yaxshi yashaydi, lekin kelajakda pul bepul bo'lganini kimdir to'lashi kerakda. Ha, shunaqa. Tamam. Siz hozir sal topikdan chetga o'taman. Boya avtomatizatsiya haqida gapirgandingiz, hozir AI haqida salgina aytib o'tdingiz. O'ziz ishingizda qanaqadir bir instrumentlar ishlatasizmi hozir avtomatizatsiya uchun? AI mi yo biror xil kod yozasizmi? Hamma kompaniyada hozir bor, bu majburiy ko'p kompaniyada hozir. Agar AI davridan qolib ketadigan kompaniya bo'lsa, o'sha rivojlanishdan qolib ketib qoladi. O'sha uchun hamma kompaniyalarda hozir majburiy har bitta ishchi o'zini ishida AI ni implement qilish kerak va buni ko'rsatib berish kerak. Hamma kompaniyalarda почти bor AI. Buni endi какой-то степени kelajagi odamlar analytical, masalan, desktop rollaridan bo'lib decision making rollarga o'tishiga sabab bo'ladi-yu. Masalan, siz o'sha aytaylik, hamma finance ham analyst qiladigan ish Excelda raqam yozib o'tirish yoki prezentatsiya tayyorlash yoki qanaqadir данныйlarni изучать qilish. То есть avtomatizatsiya qilishsa bo'ladigan ishlarda ko'pisi. Mana shu ishlar в какой-то мере replaceable bo'lib qolyapti. Shuning uchun ham masalan talab kamayapti analistlarga bo'lgan, adashmasam. Masalan, oldin 10 ta analiz qiladigan ishda hozir 8 kishi AI yordamida productivity oshgani uchun. Juda tez bo'lmayapti bu proses. Juda katta measurable emas. Hozir hech bo'lmasa shu yil. Lekin AI ni o'zi slishkam advanced bo'lib boryapti. Masalan, yaqinda qaysi OpenClaw nimani OpenAI sotib oldi-yu. То есть modellar yig'indisi sizni desktop ishlaringizni modelni o'zi delegatsiya qiladi va siz uchun qilib boradi. Masalan, siz unga task berasiz, har xil narsalarga spetsializatsiya qilgan model. Endi mana shunaqa sistemani agar korxonalar, ofislar yoki organizatsiyalar olib kirsa, ko'p ishlar avtomatizatsiya bo'lib ketadi. Hozir masalan aytaylik, prosta email yozishga ishlatib o'tirgan bo'lsa yoki qanaqadir specific researchga, internetdagi researchga yoki kompaniyani ichidagi researchga qaratib o'tirgan bo'lsa, keyingi etapda agar o'sha analist qiladigan ishlarni bajarishga qaratiladigan paytida o'sha значительный степени unemployment bo'lib ketadi-da, sal ishsizlik ko'payib qoladi. Tushundim. Hozir siz o'zingiz ishlayotgan roldan qanaqa ishlar qilasiz? Masalan, o'zi nimadan tashkil topgan o'sha ishingiz? Mani qiladigan ishim, men capital planning da ishlayman. Bu bankni keyingi bir necha chetvetlarga prognozирование qilish va report biza Fed bilan ishlaymiz, Centralniy bankka report topshiramiz bank haqida va bankni kelajagida qanday o'zgarishlar bo'lishi haqida. Va sanom capital adequacy test. Bu agar soddaroq qilib aytadigan bo'lsa, finansiviy shu здоровьесini report qilib turasizlar, to'g'rimi, bankda? Shunday. Da, 2008-yil crisisdan keyin Fed shunaqa requirement chiqargan, ekonomikaga важный bo'lgan bir nechta bank majburiy topshirish kerak. Чтобы o'sha har qanday непредвиденный ekonomik sharoitda bank chidab bera olishi kerak. Hozir ishlab turgan bankingiz, masalan, oldin ishlab turgan bankingizni sotib olgan-ku, adashmasam Credit Suisse. Savol berishingiz bilan. Da, ana shu narsa sizda qanday o'zi sezilgan? O'zi ishingiz shu bilan bog'liq bo'lgan ekan. Men Credit Suisse'ga UBS Credit Suisse'ni sotib olgandan keyin qo'shilganman-da, undan oldin emas. Lekin siz aytganingiz to'g'ri, asosan o'shanaqa
sharoitlarga tayyor bo'lish kerak-da, lekin hech qaysi bank runoffga tayyor emas. To есть deposit requirementlar hali unchalik katta risklarga tayyor emasda. To есть bir kun ichida aytaylik Silicon Valley Bank nimaga bir kun ichida bankrot bo'lgani sababi hamma 2 kunning ichida depozitlarini yechib olganda, depozitni masalan уже 20-30% yechib olgandan keyin уже bankda liquidity yo'q pulni berishga. To есть bu situatsiyaga hech kim tayyor emas. Hech qaysi bank tayyor emas. Na samom деле. Hozir siz qilayotgan ishingiz bu masalan Fed o'zi banklarni ham страховка qiladi-yu, o'sha страховка qilishga arziydimi, yo'qmi, shu narsani ham ularga ko'rsatib beradi, to'g'rimi? Moliyaviy agar. Yo'q, endi bu asosan nimaga masalan aytaylik qanaqadir inqiroz bo'lganda, inflyatsiya ko'tarilib ketganda, непредвиденный rynokda hodisalar paydo bo'lganda, konkretni o'sha bankka taalluqli bo'lmagani, masalan bank masalan digital runoff yoki depozitlarni yechib olishmasu, har xil boshqa makroiqtisodiy faktorlar непредвиденный situatsiya bo'lib ketganda, shok bo'lib ketsa, masalan har xil ssenariyolar borda, masalan severely adverse endi ichida har xil ssenariyoga qo'yib ko'rib, o'sha bankni financial statementlarini kelajakka projection qilish kerak bo'ladi, modeling. Buni Fedni o'zi ham olib boradi, banklarni o'zi ham olib boradi, yil oxirida ikkita rezultatlar tenglashtiriladi. Agar Fedni danilari siznikidan yomonroq bo'lsa, sizni qilayotgan ishingiz qaytib ko'rib chiqilishi kerak-da. Bo'lmasam, tipa masalan investment tipa bankda ham o'zi mana shu siz ishlatgan banklarda ham performance bonus degan narsa bor-ku. Sizga o'sha narsaga qarab beriladi performance bonus, masalan Fed bilan qancha bir xil bo'lganiga qarab. Ya, performance bonuslar endi u masalan biza cash generating nima emas, направление emas bankda. Lekin masalan yil oxirida o'sha bonus distributsiya qilinadi polniy organizatsiyaga o'sha timlarga ham. U независимо cash generating emasmi, lekin endi hamma organizatsiyalarda key performance matrixlar bor. Har bitta ishchida ham borda o'ziga tegishli key performance matrix and measurable outcomelar. O'sha measurable outcomelarga qarab tekshirlar. Endi masalan investment bankingda o'sha qilgan deallaridan kelib chiqqan holda o'sha ularning key performance matrixi o'shanaqa bo'lishi mumkin-da. Endi bizda sal boshqacharoq. Sizda o'zi ishlash vaqtlari qanaqa, soatlari? Bilaman, investment bankda masalan o'tgan yili o'lim bo'ldi 1-2 marta, 80-100 soatlab ishlash. Sizda sal relax turami yoki shunaqami? Darajasi qanaqa? Yo'q, bizda cycle davomida ish ko'p. Biz 4 ta cycleda olib boramiz. Masalan, ledgerlar yopilganidan keyin choraklik, keyin bizning ishimiz boshlanadi. O'sha oldingi choraklikni cyclega qo'yib projection qilishimiz kerak. O'sha cycle davomida ishimiz ko'proq bo'ladi, lekin cycledan cyclega o'tgan davrida sal juda relax davr bo'ladi. Lekin odatda mana bu uyda bir uxlashga vaqtingiz yetadi, to'g'rimi? Ko'p eshitganman. Da, bizda paka yetadi. Bizda odam yetarlicha bizda. O'zingiz hozir North Carolinadasiz, adashmasam. Da. U yerda o'zi financial environment qanday? Mana katta, как бы Chicago yoki New Yorkka qaraganda bari. Bu yerda North Carolina endi nima, Bank of Americaning headquarteri bor. Endi u Charlotte'da. Charlotte shu uchun ham qanaqadir bu yerga nisbatan ko'proq financial industriyaga yaqinroq, ish topish osonroq. Endi boshqa mayda banklar ham bor, lekin men yashaydigan joy Raleigh, bu yerda UNC Duke'ni o'rtasida. UNC Duke NC State, North Carolina State University, uchta universitetning o'rtasi, o'sha uchun bu yerda Research Triangle deb nomlanadi. Endi o'z tax bo'yicha privilegiyalari bor, shu yerda kompaniya ochishga, lekin ko'proq bu yerda research and development qiladigan kompaniyalar ko'proq. Bu yerda masalan AstraZeneca bor yoki
masalan medical учреждениялар har xil. Endi shu bankni bu yerda ko'proq back office bizani bankni. Endi tech kompaniyalar bor, bir ikkita игровой kompaniyalar bor. Endi bu yerda ozgina diverseroq, lekin research and development ko'proq. Sizga masalan consultingda bilaman juda ko'p travel qilish kerak. Sizga ham qanaqadir qo'yiladimi? Masalan, bir yilda 2-3 marta borib o'sha ofisga report qilib kelish yoki unaqa narsa yo'qmi? Head officega. Endi menda bir marta bo'ldi, New Yorkka borib 3 oy ishlashim kerak bo'ldi, lekin u payt o'sha merger paytida bo'ldi. Asosan Credit Suisse bilan UBS merger davomida, o'sha cycle davomida bo'luvdi. Atak bizada unaqa travel qilishga hojat yo'qroq. Значит, ishlaydigan timlar bor, har xil nimalarda, joylarda, har xil Amerikan shtatlarda yoki chet elda. Endi bank globalniy bo'lgani uchun, masalan, Yevropada ishlaydigan kollegalar ham ko'p, lekin travel qilishga hojat yo'q, chunki biz klientlar bilan ishlamaymiz. Asosiy sizni tushunishim bo'yicha ishingiz shu back office'da client facing role emas. Shuning uchun ham bir joyda o'tirib qilsangiz, o'sha reportni topshirsangiz, har zamonda bir borib o'sha ishlab kelsangiz yetadi, to'g'rimi? Yo'q, ofis shu yerda, rallida ofisga borish majburiy. Ofisga boriladi. Aytmoqchimanki, New Yorkdagi ofisga bordim deyapsiz-ku, u yerda endi o'sha paytda merger bo'lgan paytida bizani timda o'zgarishlar bo'lgani uchun meni New Yorkka o'tishim kerak bo'lib qolgan. Endi New Yorkka unchalik to'g'risini aytsam yoqmaydi menga, o'sha uchun обратный bu timga qo'shilganman, chunki New Yorkda sal vaqtingiz ko'p ketib qoladi ofisga borishga, yashash qimmat. Hozir o'zi Amerikadagi hayotingizdan qanchalik satisfaysiz? MBA qilganingizga yo mana shu sohada ishlayotganingizga achimaysizmi yoki biror narsa o'zgartirib bo'lsa orqaga qaytib nimadir o'zgartirgan bo'larmidingiz? O'zgartirishda menimcha o'zgartirmagan bo'lardim, chunki har bitta hayotdagi o'zgarishlar qaysidir menga experience-ni bergan. Lekin hozirgi hayotda Amerikada qoniqish, endi в любом случае hayot davomida sizni krugingiz o'zgarib boradi, sizni maqsadlaringiz o'zgarib boradi. Mana shu o'zgaradigan paytda juda qiyin payt. O'sha adapt qilish kerak bo'ladigan paytda, masalan, yangi joyga ko'chib o'tganingizdan keyin ozgina vaqt ketadi u yerga adapt bo'lishga. O'sha paytda siz hayotdan недовольный bo'lib qolasiz, lekin o'sha orqaga qaytgingiz keladi. Endi hozir o'qishni bitirgandan keyin уже 3-yil уже adaptatsiya yaxshi bo'lganda, boshida sal qiyin bo'lgan, lekin o'qishga masalan MBA ga kelganimda rosa adaptatsiya qiyin edi, keyin o'qishda pressure katta edi rosa. Hozir lekin o'sha paytda qaysidir darajada masalan qiynalganim uchun boshqa yo'nalishlar interesniyroq ko'ringan. Bu narsani qilmasdan sal osonroq yo'l bilan ketsam bo'ladigan xayol o'tganda, to'g'rimi? Adashmasa. Lekin u masalan qiyinchiliklarni o'tganingizdan, o'sha taslim olmasdan o'tganingizdan hozir xursandsiz-da, to'g'rimi? O'sha regret qilgan decisionlarga. Albatta qiyinchilik sizga reward beradi. Hozir bermasa ham kelajakda beradi. O'sha rewardni olganda keyinda siz aytganda yaxshi shu ishni qilgan ekanman deb o'ylaysiz. Hozirda masalan undergradda yoki analyst rolida ishlaydigan, MBA qilmoqchi bo'lgan odamlarga biror maslahat bera oladingizmi? O'zingizda opitingizdan kelib chiqib. Agar MBA qilish niyatlari bo'lsa. Agar MBA bo'lsa, непосредственно qancha vaqtli boshlansa, shuncha yaxshi. Shuncha masalan scholarship olishga yoki yaxshi universitetga kirishga imkoniyat katta. Eng asosiysi networking qilish kerak. Networking endi menimcha hamma aytadigan gaplar, vaqtli boshlash kerak, network qilish kerak. Lekin network qilishni o'zini masalan yo'llari bor-da.
ko'p holatlarda sizni ismingizni oldiga title qo'sha olishingiz kerak. Mana shu muhim sizni networking qilishdagi kачествоingizda. То есть aytaylik, masalan, qaysidir organizatsiyani представлять qilsangiz yoki qaysidir o'qish reputable o'qish joyini представлять qilsangiz, sizni networking qilish imkoniyatingiz shuncha oshib boradi. Chunki odamlar siz bilan muloqotga borishga reluctant. Credibility oshadi, как бы oshirish kerak. Da. Credibility oshirishga, masalan, sizlar qilib o'tirganda xuddi platforma yaratgansiz, platformani orqasida turibsiz. Platformani orqasida turganingiz uchun sizni credibilityingiz ancha baland. Siz shu holatda networkingingizni oshira olasiz. Ko'pchilik shu ishni qilmaydi, o'sha uchun rezultati sal pastroq bo'lib qoladi. Birinchi navbatda networkingni kачествосini oshirish kerak, keyin atrofingizdagi yoki gaplashadigan odamlaringizni strategically tanlashingiz kerak. Endi звучит очень плохо на самом деле, но в какой-то степени, masalan, o'sha yo'nalishda ketyapsizmi, like-minded odamlarni atrofida bo'lsangiz, sizni opportunitylaringiz shunchalik oshadi. Chunki like-minded orqali sizni network qilish shansingiz ham oshadi. Uni bilgan odamingiz sizga непосредственно tanishtiradi. Maqsad bitta bo'lsa, o'sha erishish ham tezroq bo'ladi, deyapsiz. Shunaqa ma'noda. Da, albatta. U networking masalan to'g'ri qilish kerak deb ko'p aytishadi. Qanaqadir networking qilishga yana tiplaringiz bormi? Odamlarga masalan, birinchisi platforma yoki credibility dedingiz. Yana biron tiplar bera olasizmi networking qilish uchun o'zingizga yordam bergan? Endi networking qilganda har doim you gotta network up da. Masalan, o'zingizdan hech bo'lmasa bir daraja yuqori odam bilan network qilishga harakat qilishingiz kerak. U sizga ham mentor sifatida служить qilish kerak. O'sha network qilganingizda unga yondashganda masalan approachni juda strategic qilish kerak-da. Har doim ham masalan u odam sizga qaytib kelmasligi mumkin, lekin xafa bo'lmaslik kerak agar masalan sizga o'sha odam qaytib kelmasa, lekin qaytib kelishi uchun u odam sizni ideyangiz, maqsadingiz точно bo'lishi kerak. Endi masalan ko'p bolalar endi ilgari ko'p bo'lardi, hozirda yo'q, lekin hozirda hamma konkret maqsadni yozib bittada sizga muloqotga chiqadi. Lekin ilgari masalan mana bunaqa bo'lardi. Assalomu alaykum deydi. Bo'ldi. Tugadi o'sha yerda. Maqsadini bilmaysizda. Masalan, u ham networking, u ham masalan networkingni birinchi shagi, lekin u odam o'sha networkingni qanchalik to'g'ri qilishni bilmasligi mumkin, lekin maqsadi yaxshi, maqsadi to'g'ri. Lekin o'sha networkingni qanday qilish kerakligini o'rganib olish kerak-da birinchi maqsadda. Lekin в какой-то степени O'zbekistonda odamlar networking qilishni yaxshi qilishadi. O'zini metodlari bor. Shunaqa. Bugunga bo'lgan savollarimiz tugadi. Aka, sizga juda ham qiziq intervyu bo'ldi. Rostini aytsam, o'zim ancha narsa o'rgandim siz tufayli. Katta rahmat shunaqa qiziq intervyu uchun. O'ylaymanki, shu kuzatuvchilarimizga ham juda foydali bo'ladi. Sarflagan vaqtingiz uchun katta rahmat, aka. Katta rahmat. Sizga ham siz vaqtingiz uchun, chaqirganingiz uchun.